Assalomu alaykum, hurmatli Instagram obunachilari, aka-ukalar. Xudo xolasa bugungi ona bolani o'ta go'zalidan. Xudo xolasa inshaalloh mana onasi xudo xolasa o'zi to'laydigan variantidan. Xudo xolasa zo'ridan so'raganlarga bolasi qo'chqorcha. 2 kunlik. Hurmatli obunachilar, aka-ukalar, onasi o'zi to'laydigan varianti. Zo'ridan boqaman deganlarga o'ta go'zal aka-ukalar. Ona bola mana, bolani qarang. Mashalloh deb qo'yish esdan chiqmas aka-ukalar. Kanalimizda obunachilar xudo xolasa ko'pchilik obuna bo'lmasdan kuzatyapti. Obuna bo'lish esdan chiqmasin. O'zi to'laydigan variantidan zo'ridan boqaman deganlarga o'ta go'zal. Aka-ukalar, xudo xolasa onasini 3-qoringa xudo xolasa mana shu tug'ilgan qo'zisi, xudo xolasa onasini 4 tishdan olib chiqyapti mana. Xudo xolasa o'ta go'zal. Xudo xolasa. Mana ko'rishim mumkin. Xudo xolasa zo'ridan boqaman deganlar tashab qo'yasiz aka-ukalar. Onasi xudo xolasa o'ta polvon qo'y. O'ta go'zal. Narxi xudo xolasa 11 million so'm ozmas xayriga o'tib beriladi. Dastlabki xudo xolasa Samarqandga qo'yib beriladi aka-ukalar. Kimga ma'qul bo'lsa aloqa chiqarasiz. Bitta baho berish esdan chiqmasin. Aka-ukalar, xudo xolasa mana ikkinchi partiyamizga xudo xolasa ikkalasi ham naqd bo'g'oz xudo xolasa. Buni bo'yini 85 ga olaverasa, nariginisini bo'yini 85 oshiq. 90 ga yaqin xudo xolasa. Aka-ukalar, xudo xolasa naqd bo'g'ozdan so'raganlarga o'ta go'zali va 2 dona, ko'p emas aka-ukalar. Xudo xolasa olib baraka topadigan qo'ylar. Lekin mana bu qo'yni bo'yini o'lchasa 90 ham chiqadi aka-ukalar, kichkina qo'y emas. Xudo xolasa bo'ladi yoshlari 6 tish bunisi xudo xolasa 8 tishga chiqayotgan aka-ukalar. Zo'ridan boqaman deganlarga, bo'g'ozdan kerak deganlarga mana tashab qolsalar. Mana aka-ukalar, ikkalasi ham naqd bo'g'oz xudo xolasa. Ikkalasi ham qorin tashab qo'ygan. Mana aka-ukalar, o'zi ko'rgan odam, bilgan odam tushunadi aka-ukalar. Mana hurmatli obunachilar, xudo xolasa bo'ladi narxi aka-ukalar. Hammaga qiziq narxi ikkalasi bir joyga bo'lsa 9 million so'mdan 18 million so'mga dastlabkani O'zbekistonga qilib beramiz. Xudo xolasa ikkalasi ham naqd bo'g'oz aka-ukalar. Qisir emas xudo xolasa. Bo'g'ozligiga inshaalloh garantiya beriladi aka-ukalar. Ikkalasi go'zal. Xolasa kimga ma'qul bo'lsa aloqa chiqarasiz aka-ukalar. Zo'ridan boqaman deganlar. Qorin tashab qo'ygan ikkalasi. Ukalar, mana hisorini ham o'ta go'zal, hurmatli obunachilar. Xudo xolasa zo'ridan boqaman deganlar. Mana aka-ukalar, xudo xolasa o'z to'laydigan variantidan xudo xolasa mana ko'rishim mumkin. Xudo xolasa 4 tishdan 6 tishga o'tyapti ekan. Bo'yi xudo xolasa 85 mm bo'laverasa. O'z to'laydigan variantidan aka-ukalar. Ko'rishlari mumkin. Xudo xolasa hammaga qiziq narxi, buni narxi bo'ladigan narxi 9 million so'm ozmas xayriga o'tib beramiz. Dastlabkani Samarqandga qo'yib beriladi. Kimga ma'qul bo'lsa aloqa chiqarasiz. Yaxshi qo'chqorlarim bo'lsa qo'shib olasiz. Xudo xolasa qilaman. Hurmatli YouTube kuzatuvchilariga, aka-ukalar, mana xudo xolasa oxirgi partiyamizga o'ta go'zallik, toza arashan. Xudo xolasa qulog'i 21 plyus bo'laverasizlar. Stoykalari ham o'ta go'zal aka-ukalar, mana ko'kraklariga, oyoqlariga bittadan ahamiyat berib qo'yish esdan chiqmas aka-ukalar. Toza arashan, fransuz liniyadan so'raganlarga mana toza arashan qo'zi qo'chqorcha. Mana aka-ukalar. Mana toza stakan tuyoq o'ta go'zal. Xudo xolasa mana. Mana dumba razrezlari o'ta cho'tki. Xudo xolasa 4 oylik qo'zi. Xudo xolasa mana ko'rishim mumkin. Toza arashan. Xudo xolasa. Bo'yi xudo xolasa real 70 plyusga onglar hijolatchilar bo'lmaydi. Mana aka-ukalar. Mana quloq tashlashlari bitta ahamiyati yo'q aslida. Xudo xolasa. Buni endi narxini aytmadim demanglar. Bo'ladigan narxi oxir taqalgani 1200 dollarga xudo xolasa oxir narxi 1200 dollarga bo'lsa dastlabkani Samarqandga qo'yiladi. Mana borib ko'raman deganlarga xudo xolasa lokatsiyani tashab beriladi, kelib ko'raverasizlar. Mana aka-ukalar. Bugungi xudo xolasa mana shu oxirgi partiya videolarimiz haqida kamchiliklar bo'lsa oldindan uzr. Sog' bo'lasizlar, salomat bo'lasizlar.